Annyeonghaseyo yurobun. Bugun 40-savoldan 42-savol turigacha ko'rib chiqarkanmiz. Shartini o'qiymiz. Ta'mir ilko matchi anin gosal ko'rishibshiyo. Quyidagini o'qib, noto'g'risini belgilang. Xo'sh, ketdik. 40-savolda biz nima qilar ekanmiz? Noto'g'risini belgilar ekanmiz. Har doim biz variantlarni ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi va variantlarni ko'rish orqali bu berilgan e'lon bilan solishtirish orqali biz to'g'ri javobni tez va oson topa olar ekanmiz. Ketdik. Birinchi variantni o'qiymiz. So'yoire yonhagwane kamnida. Chorshanba kuni kinoteatrga boraman. Bu yerda mana chorshanba turibdi. Yonhanan yodolshiye knamnida. Kino soat 8 da tugaydi. Bu yerda soat 10 da tugaydi degan. Shu uchun ham ikkinchi javob varianti bizda to'g'ri bo'lar ekan. Qani 3 hamda 4-savol javob variantini ko'rib chiqarkanmiz. Yonhanan tumyongi polso ismida. Kinoni 2 kishi ko'ra oladi. Mana bu yerda 2 kishi bor. Xo'p, 4-si Yonhanan chemoga chon shibo ksourimida. Kinoning mavzusi, ya'ni nima haqida ekanligi, ya'ni nomi mana bu yerda turibdi, chemok. To'g'rimi? Shu uchun ham ikkinchi javob to'g'ri. 41-savolda biz mana bu matnni to'liqligicha tarjima qilib, variantlarni ko'rib chiqar ekanmiz. Ketdik. Kita tongare gitarang. Gitara to'garagi gitara bilan degan e'lon ekan. Shinipsang yurobun, annyeonghaseyo, yangi kelgan o'quvchilar, assalomu alaykum. Uri tongarinan gitaralchinan saramdire moyimnida. Bizning to'garagimiz gitara chaladigan insonlarning yig'ilishi yoki to'garagidir demoqchi. Gitaral mochoyo, gitara chala olmaysizmi? Kenchasimnida, hech qisi yo'q. Uriga gitaral karicho chumnida. Biz gitara chalishni o'rgatamiz. Uri tongariye trosayo, bizning to'garagimizga keling. Birinchi variant, shinipsengil chassimnida. Bu yerda yangi kelgan o'quvchilarni qidiryapti. Bu javob noto'g'ri bo'lar ekan, chunki bu haqida gap ketgan. Tongari sogeril hamnida, ya'ni to'garak haqida tanishtiryapti. Bu ham noto'g'ri javob. Gitaril pevoya hamnida. Xo'p, gitara chalishni o'rganish kerak degan, bu yerda hech qanday gap ketmagan, shu sababli ham 3-javob to'g'ri bo'ladi. Gitaril karicho chumnida. Biz gitara chalishni o'rgatamiz degan, mana bu yerda to'g'ri javob bor. Shu uchun ham 3-variant to'g'ri bo'lar ekan.